Boshimda erim bor degani uchun ayolni boshingda ko'tarib yurishing kerak. Ey erkak, butun erkak bo'lasan, o'shanda butun sanalasan deydilar-da. Shunaqa butun erkaklarimiz boriga rahmat, boriga shukr. Ayolini kaftida ko'tarib yurgan erkaklarimizni Alloh umrini ziyoda qilsin. Endi ayollarga kelsak, bir ayol sifatida ayollarimizni juda yaxshi tushunaman, qadrlayman. Ko'rishganimizda bag'rimga bosaman, birinchi marta ko'rib turgan bo'lsam ham, chunki ular shunaqa beozor, shunaqa ishonchli bizning ayollarimiz. O'zim uyimdamanda chunki ularga bitta gapni juda ham aytgim keladi. Hech qachon dilingiz og'rimasin. Chunki ayolni dili og'risa, osmon qulab tushgudek bo'ladi nazarimda. Chaqmoqlar hech narsa bo'lmay qoladi, momaqaldiroqlar hech narsa bo'lmay qoladi. Agar ayol faryod cheksa, ayol yer mushlasa, bundan og'ir sahna bo'lmaydi men uchun. Ilohim, yana so'rayman. Alloh so'radigan. Biz so'rashimiz kerak. Biz so'rashni bilishimiz kerak. Gumon aralashtirmay so'rashimiz kerak. Har doim duolarimda so'rayman.